Rahmat. Navbatdagi mehmonimiz Shuhrat medali, Do'stlik ordeni sohibi, xonanda va bastakor Afzalbek Sanov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush Rahmat. kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Marhamat, o'tirib Charchamayapsizlarmi? Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat, taklif uchun rahmat. Marhamat, bemalol joylashib olishingiz mumkin. Choylarimizdan oling, marhamat. Rahmat, Va sog' ushbu bo'ling. kameralar orqali teletomoshabinlarimiz bilan so'rashib olsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Salom Toshkent ko'rsatuvi va Toshkent kanalining aziz muxlislari. Barchalarga xush kayfiyat, xayrli kech tilaymiz. Oilangiz tinch bo'lsin. Xush kelibsiz yana bir bor. Rahmat. Biz sevgan, yuragimizni titratadigan tarona bilan dasturimizga kirib keldingiz. Shunaqa bo'ldimi? Albatta, bo'ldi. sizda bunday qo'shiqlar ko'p bo'lmaydi. Hammasi shunaqa-ku. O'zi shunaqa Titratmaydigan qo'shiq aytib. ham esizdami? Juda ko'p qo'shiqlarni qo'yib bergan edingiz. Ha. O suhbat bo'lganda. Hamma sirlarimni biladi bu bola. Albatta. O'shanda ham suhbatimiz qizg'in bo'lgan edi. O'ylaymanki, bugun ham tomoshabinlarimizni biz taronalari bilan ham xursand qilamiz. Undan tashqari albatta qo'shiqlar, suhbat bilan ham Xudo xolasa xursand qilamiz. Gapimiz tugab qolsa sizdan bugun qo'shiq so'rayveramiz. bo'ldi. Lekin gap tugamaydi. Qo'shiqni so'raveramiz, lekin qo'shiqlarimiz bor. Gaplashishni yaxshi ko'raman qo'shiqdan. Bizning tomoshabinlarimiz tinglashni yaxshi ko'rishadi, raqsga tushishni yaxshi ko'rishadi. Hattoki sal zerikib qolishsa, bitta qo'shiq bo'lsin deb qo'yishadi. Nima talab bo'lsa tayyormiz hammasiga, Xudo xolasa. Albatta. Afzal aka, yangi hitlarni yaratishda aslo charchamaysiz. Bilamiz, sizning qo'shiqlaringizni ijodkorlar talashib olib ketishadi desak ham, endi aldamagan bo'lamiz menimcha. Ja, unchalik emas, lekin Lekin bo'lib turadi. kim ulgursa birinchi olib ketib qoladi. Bo'lib turadi. O'zingizning qo'shiqlaringizni ham hozir so'rayotganlar bormi oxirgi kunlarda? O'zimning qo'shiqlarimni shogirdlar ko'p so'rab turishadi. Shunaqa men bu qo'shig'ingizni aytsam bo'ladimi? Endi men qo'shiqqa juda unaqa u yopishib bir muqaddas bir ko'kka chiqadigan narsa deb qaramayman. Shuning uchun aytaversin deyman. Endi balkim qanaqadir qo'shig'i uchun ko'p xarajat qilmaganim uchun bo'lsa kerak. Endi qo'shiq o'zim studiyada o'zim tayyorlaganim uchun endi boshqa xonandalarni o'rniga o'zim qo'yib ko'rsam studiyada falon pulga yozdirsa bastakordan sotib olib falon so'mga kliplar qildirib keyin kimdir aytsa jahli chiqadi-ku. Balki shunaqa bo'lsa jahlim chiqishi mumkin edi. Shuning uchun qanaqadir kimdir aytsa xursand bo'laman, men anaqasi yo'q. Afzal aka, sizda birinchi xonandalik boshlanganmi yoki bastakorlikmi? Menda doirachilik boshlangan birinchi. Birinchi doira chalib yurganman, keyin sintezator chalib yurganman. O'sha xonanda Tohir akam Ilhomov, Alloh rahmat qilsin, shularning guruhligida sintezator chalib ikkinchi ovozda qo'shiq aytib yurganman. Taxminan shu Sumalakdan tosh topdim qo'shiqlari hit bo'lgan paytda Husniddin Xoliqov qo'shiqlari. Keyinroq o'zim yakkaxon yana qo'shiqlar aytishni boshlaganman. Shu Muhriddin Xoliqovlar o'sha paytda endi falonchiga o'xshab tanilsam degan anaqada faqat Muhriddin aka tilga olinardi. Hamma xonandalar, endi o'sha eski xonandalar bilishadi. O'sha paytda o'sha namuna qilib faqat Muhriddin akam ayol kishi bo'lsa Yulduz Usmonova, Asal Abdullayeva ko'rsatilardi. O'shalarga havas qilib boshlaganman qo'shiq. Taxminan 96-97-yillarda boshlaganman. Keyin Hozir ham doira chalib turasiz. Tug'ilmagan ekanman. Shunaqa deb qaritib qo'yishadi, endi qo'l. Falon yili qilganman boshlansam, men endi tug'ilgan ekanman shu yil dedi. Biz tug'ilmagan paytimizda xonandalikni boshlagan ekansiz. Hozir ham doira Husniddin chalib akamga turasiz. shogird tushganman, Xoliqovga o'sha endi hayot paytlarida ancha o'gitlarni olish nasib qilgan bizga. Shu musiqa yozish bo'yicha, qo'shiq aytish bo'yicha. Shunga xursand bo'laman, ancha shogird bo'lib, yonlarida ancha darslarni olganmiz. Birinchi yozgan qo'shig'ingiz yodingizdami? O'zingiz bastalagan, o'zingiz to'liq boshidan oxirigacha mehringizni berib. Endi bastalagan deganda qanaqadir yoshlikda o'zim akordeon chalib, nimadir o'yin qilib qilingan qo'shiqlar bo'lgan, lekin aynan sahnaga chiqib o'zim uchun aytgan qo'shig'im Chaqaloqlar tug'ilsin degan qo'shiq bo'lgan, birinchisi. Chaqaloqlar tug'ilsin, dunyo farzandga to'lsin,
shodlikka to'lsin olam zurriyot ko'rsin odam degan qo'shiq o'sha paytda qilganman. She'rini ham o'zim yozganman. Bu ham qanaqadir nima sizni ilhomlantirgan? yo shunaqa iltimos bo'lganki, anaqa ZAKS xodimlarini qanaqadir konkursi bo'lgan. O'sha ZAKS har xil anaqalar bo'lardi-yu. O'sha tumanlararo yo anaqalararo bo'lgan. O'shanda aynan shu bizani tumanniki chaqaloq topshirish marosimini o'tkazib berishar ekan. Shunaqa notariusmi, anaqa ZAKS xodimasini konkursi bo'lgan o'sha yerda. O'sha qo'shiq aytishim kerak bo'lgan. Chaqaloqlar to'g'risida nimadir qo'shiq ayting deyilgan shu paytda. Ilhom aka Farmonovni Nurli uyimiz ayladi obod chaqaloqlar degan qo'shiqlari bor edi. O'shani aytaymi desam, yangi qo'shiq bo'lsa yaxshi bo'lar. Endi u paytda o'sha sintezator chalib, ikkinchi ovozda yuradigan paytlarim taxminan. O'shanda keyin shu qo'shig'i she'rini yozganman deb ko'rsatganman. Mana shuni qilsam bo'ladimi deb, bo'ladi deyishgan. Keyin shunaqa o'sha Muhriddin Xoliqovlarning yo'lida o'zimcha endi ana qilib tayyorlab shu qo'shig'i birinchi o'sha yerda aytganman. Undan keyinroq televideniyega birinchi aytib chiqqan qo'shig'im ham shu bo'lgan. Shu mahalladoshimiz Husniddin Ergashevni taniysiz-ku? Husniddin Ergashev shu akamiz o'sha paytda Assalom O'zbekistonda rejissyor bo'lganlar. Hozir Toshkent kanali rahbari. Shu akamizga iltimos qilganmiz, keyin shunga kliplar olib o'sha Assalom O'zbekiston ko'rsatuvdami, qaysidir ko'rsatuvda birinchi marta chiqarib berishgan. O'shanda xursand bo'lib, esimda oilaviy imdod ko'rib, endi men televizorga chiqqan artistman. Televizorga chiqqan artist degan narsa u paytda boshqacha edi. To'g'ri. To'yga aytsa ham kimdir televizorga chiqqan artistmi u yo palonchimi deb, yo televizorga chiqqan. Televizorga chiqqan. Hozir endi osonroq bo'lib qoldi, kanallar ko'paydi. Hozir ham ijtimoiy tarmoqlar ham, zamon ham o'zgarib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube platformasi, Instagram platformasida ham hozir hamma taniydi, lekin televideniyega chiqmagan xonandalar ham ko'p. Shunaqa. Va bunga qanday qaraysiz, masalan, oldingi yaxshi deb o'ylayman. Yaxshi. Masalan, oldin qo'shiq yaratish uchun siz o'ylab chiqishingiz kerak, ohang topishingiz kerak bo'lgan. Hozir masalan sun'iy intellektlar ham paydo bo'lib ketgan. O'tgan safar ham biz siz bilan suhbatlashganimizda bunga ham to'xtalgan edik. O'zgarishlar bo'lyaptimi yoki bo'lmayaptimi sun'iy? Klientlarim kamayib ketdimi yo'qmi? Shumi? Shunday desak ham bo'laveradi. Ya, klientlar kamaymadi. Ya'ni sun'iy intellekt borasida chuqurlashib kirilyapti. Ya'ni ham shu aynan o'zimiz soha musiqa yaratish, qo'shiq yaratish sohasida men o'zim qiziqyapman, uni imkoniyatlari qay darajada. O'sha qaysidir qo'shiqlarni olib Muhriddin Xoliqovni taxminan masalan ovaman qiz bola qo'shig'ini olib turib sun'iy intellekt tashlabman, cover qilib hozirgi zamonning yo'nalishida falon yo'nalishda masalan o'zimiz aytiladi. O'sha yo'nalishda qilyapti. Endi ikki xil variant tashiydi. Eshitib maza qilamiz. O'sha narsalar qiziq bo'lyapti va keyin uni proyektini chiqarib olib, uni misol uchun boshqa xonandalar ishlatish mumkinmi? Shu tomonlarini ko'ryapmiz. U narsadan ham nimadir olsa bo'lyapti-da. Biz uchun ham masalan qanaqadir bizda yetishmaydi. Turkiyadagi anu orkestr Ibrohim Tatlisovda chaladigan skripkachilar orkestri hali ham Turkiyaga zakaz qilib o'tdan chaldirib olinadi-da bizda. O'sha narsalarni o'sha yerdan o'sha sun'iy intellektda o'zim chalgan oddiy skripkada kompyuter skripkasini o'tga tashlayapti. O'tda shunaqa turkcha ohang falon simfonik orkestr qilib ber desa, o'shunaqa chiqarib berishlar, shunaqa narsalar ko'proq qiziqtiryapti meni. Endi o'zimizda chiqarila olmagan narsalar shu tomonlari qo'l kelyapti aranjirovkada. O'xshatib beryaptimi? Yaxshi chiqyaptimi? Yaxshi, albatta. Endi u gitarist deganda masalan gitara so'raganingizda u O'zbekistondagi zo'r gitaristni chalishi bo'lmaydi. Butun dunyo bo'yicha eng zo'r gitarist bo'ladi. Uni tanlaysiz masalan Turkiyami yo Ozarbayjon yoki misol uchun chet ellik yoki Angliya yoki Ispaniyani gitarasi bo'lsin. Mana bunaqa faloncha o'sha nima anaqasini yozsangiz, qaysi yo'nalishdagi qaysi davlatni uslubida o'sha uslubda chalib beradi-da yoki klarnet asbobi. O'sha narsalari yoqyapti. Endi qo'shiq aranjirovkamizga ko'makchi sifatida yaxshi yana rang kiryapti o'sha. Undan foydalanish uchun ham ilm kerak baribir.
Endi musiqani sal tushunsa bo'ladi, lekin xonandalarga ham tavsiya qilardim. Xonandalar masalan qanaqadir hozirgi kunda boyagi ijtimoiy tarmoqlar qulay bo'ldi, masalan televideniyadan ko'ra qanaqadir promotion qilib xarajatdan ko'ra ijtimoiy tarmoqda ko'pchilik ovozini ko'rsatyapti. Bu narsa ham shunga o'xshagan, masalan aranjirovщик yoki studiyaga bizaga qanaqadir xarajatlar qilib yurgandan ko'ra o'sha sun'iy intellektni o'zida o'zi xohlayotgan shunaqa oson bo'lib ketdiki, usulini og'zida aytib falon nana qilib aytsa qo'shiq qilib beradi. O'shani qo'shiq qilib beradi. U yoqmasa yana boshqatdan aytasiz yoki o'sha ovozni yana yo bunaqa emas, bunaqaroq sho'x bo'lishi kerak, bu og'ir bo'lib qolibdi deb o'sha sho'xroq degan inglizchalab yo ruschalab yozsa tushunadi-da. Qo'shiq mavzusini ham tushunyapti. Mana oxirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda men ahamiyat berganimda shu 90-yillarning chamasi yoki 90-yildan sal biroz oldingi yillarning rep yo'nalishidagi qo'shiqlarni, ya'ni chet elda aytilgan rep yo'nalishidagi qo'shiqlarni jaz, blyuz yo'nalishidagi qo'shiqlarga aylantirib, cover qilib juda noodatiy yangicha qo'shiq yaratishyapti-da va ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube platformasida, Instagramda bu juda katta inson anaqa muhokamaga aylanyapti va ko'rish anaqa soni ham oshyapti. Bizni ham qo'shiqlarimizni mana shunday qilib qayta agar yaratadigan bo'lsak yoki boshqatdan nafas beradigan bo'lsak, qanchalik to'g'ri bo'ladi yoki noto'g'ri bo'ladi? U to'g'ri bo'ladiki, uni shirin joyini yo'qotmasdan-da. Masalan, o'sha qo'shig'i ham qaysidir qo'shig'i oladigan bo'lsangiz, o'sha qo'shiq o'zini odamlarga quyilib qolgan joyi bor. Aynan o'sha element bo'lmasa, u qo'shiq begona bo'lib qoladi-da. Qolgan joyini aytsangiz, o'sha joylari, ohangi yoki nimasidir, o'sha mazalarini yo'qotmagan holda yangilab turib, yangi uslubda ana qilsa, unga albatta yoshlar bo'lib yaxshi qo'shiqlar bo'ladi. Va Shohruxxon Quvvatli Muhriddin Xoliqov qo'shiqlarini yoqyapti, yaxshi, yomon emas. O'zingiz ham qo'shiqlaringizni hech sinab ko'rmadingizmi? Yo, o'zimning qo'shiqlarim endi juda unaqa eskirib ketgan. O'sha hozirgi ijro etgan Qo'lda bir qadah sharob qo'shig'i Ozarbayjon Faik Agayev qo'shig'i-da bu o'zidagi. Shu qo'shig'i 97-yilda o'sha boyagi chaqaloqlar etilgan paytlarda taxminan o'shalardan 1-2 yil atrofida qilingan qo'shiq-da bu. Keyin buni 2016-yilda yangilangan variantini aytdim hozir. Shunaqa endi o'zim uchun qanaqadir bilinadi, uni ovozlari yoki konsertlarda qo'yganda bilinadi. Endi eski sifati baribir anaqa qiladi. Yo'q, sifat anaqasida emasman. Endi yangi imkoniyat, yangi platforma desak bo'ladi-da. Endi masalan har bir ijodkor endi qiziqib ko'rsa kerak. Sun'iy intellektga tashabbus. Sun'iy intellekt qanaqa qilib bergan bo'lardi degan fikr uyg'onadi-da baribir. Chunki men ham qiziqaman, o'zim ham tashab ko'rganman bir-ikki qo'shiqlarni. Endi men qo'limdan kelmagan, istolmaganman. Yo'q, sun'iy intellektda hozir juda ham qulay bo'lib ketdi. Hatto anikini shunaqa akam endi vaynlar qilib anaqalar qiladi, Ulug'bek Husanov. O'shanga bunaqa qo'shiq qilib ber dedilar, nimadir reklamasini olishgan, shuni falon degan anaqa aytib bergan dedilar. Keyin o'sha sun'iy intellektga kirdimda, u yerda endi shunaqa qo'shiq tashlasangiz ham yengillab beradi, mikrofon ham bor-da, ovoz yozsa bo'ladigan. Bosib turib o'sha yerda keyin dukun la qilib aytdim diktofonga, oddiy aytdimda, o'sha boyagi reklama bo'layotgan narsaning nomini hozir aytsam pul to'lash kerak deb o'tga, o'shancha aytayolmayman. O'sha qanaqadir magazin, o'sha nomini aytib tashladim-da, tashladim, ikki xil variantda chiqarib berdi. Qilib boshqa ovozlarda, shu tegida anaqalari bilan. Keyin shunda tashladim. O'sha narsalar juda qulay bo'ldi-da unda hozir. Boy xonandalar foydalanish mumkin deyotganim shunaqa tomonlama ham qilish mumkin-da. O'zi umuman san'at vakillari bilan ishlash qiyinmi? Afzal aka, siz uchun? Juda ham qiyin. Juda iflos odamlar qiyin. Savob injiq bo'lishadi. Albatta bu fazilat. Qiyin emas. Endi har xil odam bor deydi, hamma sohada shu-ku. Oddiy magazin sotuvchisi ham injiq odam keladi. Yengil qaraydinganga o'xshaysiz, lekin hayotda chekini ham ber deydiganlar bo'ladi, tashkilot. Ya, shunaqa xonandalar bo'ladi albatta kelib. Injiq xonandalar bo'ladi. Uchi masalan o'sha sizni qilayotgan ishingizga ishonmaslik bu boraveradi-da. Masalan, nimadir tayyorlagan ovqatingizni afzal qiladimi? U yaxshi qiladi degan odam boshqa masalan. Endi hammasi chap-echali olib ketaveradi. Asosan shunaqilar bilan ishlasangiz. Kimdir keladi-da, "Yo'q, men buni bunday qil, go'sht kamroq sol, to'xta, tuzni qo'sh, to'xta, men bunday qil" deb turadi. Keyin u meni ovqatim emas bo'lib qoladi-da. Ularni o'qib eshitiraman.
birinchi kuylagan taronangizga nisbatan aytishgan playlistimdagi eng sevimli qo'shiqlarimdan biri. Rahmat deng meni nomimdan deb yozibdilar Mavlono 21-21. Sharobi haqida. Yana bir muxlisimiz assalomu alaykum Afzal aka Husanovga alangali salomlar, ijodlariga ulkan zafarlar tilab Toshkent viloyatidan Sardorbek deb yozganlar. Va Afzal akaning Tutash taqdirlar va opa singillar seriallari uchun aytilgan saundtreklari juda ham zo'r chiqqan edi. Adashmasam so'zlari Nodir Jonuzoq, musiqasi Afzal akaning o'zlari bastalaganlar deya yozib yuborganlar. Nodir akaning she'rlari. Zamira Begimqulova rejissyorliklari bilan Nodir aka Jonuzoqov she'rlar bilan qilingan, Tutash taqdirlarda va opa singillarda ham. Gulxan atrofida ham aytilgan, unda Muhammad Yusuf she'riga aytilgandi. Qadrli muxlislaringiz sizni kuzatishyapti ekran qarshisida. Azizlar, sizda savollar bo'lsa ham hozir yozib yuborishingiz mumkin, to'g'ridan-to'g'ri efirda ulardan javob olamiz. Yoki qandaydir taronani istasangiz ham yozing. Buning imkoni bor bugun. Albatta. Sizda shunday imkoniyat bor, siz esa foydalanishingiz kerak. Marhamat. Afzal aka, sizga bir falsafiy savol. Siz uchun ishonch nimani anglatadi? Falsafiylarga qiynalaman. Nima demoqchi bu? Ishonch men uchun hayotda asosiy maqsad shu. Ishonch bo'lmagan joyda do'stlik ham, sevgi ham, oila ham hech narsa mustahkam bo'lmaydi. Ishonch hamma joyda kerak bo'ladi. Hatto savdo sotiqda ham, hatto shu yerga taklif qilganinglarda ham menga ishonch bo'lishi kerak. To'g'ri. Yoki sizlarga ishonch bo'lishi kerak. Agar endi ishonch bo'lmagan joyda bir marta ko'rishiladi, keyingi safar xayrlashiladi bunaqa joyda. Ishonch yashash uchun muhim narsa deb o'ylayman. Rahmat javobingiz uchun. Ko'pchilik aytishadi, san'at vakillari orasida ekranda yoki namoyish etilgan paytda do'stlik bo'lsa-da, aslida do'stlik bo'lmaydi deyishadi. Siz shu fikrga qanday qaraysiz? Qo'shilaman. Sizda ham demak san'at ahlidan yaqin do'stlaringiz yo'qmi shunda? Yo'q, do'stlar bor. Endi ko'pchilik u gap aytishiga sabab do'stlik bor, o'zi unaqa emas-ku, anaqa o'sha endi to'ylarda navbat talashish yoki shunaqa joylarda bilinadi. Aynan masalan qadrdon bo'lib yurgan ikkita odam aynan to'yga kelgan paytda ikkalovi barobar kelib qoldi. Gal talashib qoldilar? Ha. Shu joyda bilinadi. Endi anaqa u hozir arzimagan narsa bo'lib ko'rinyapti, lekin o'sha joyda u joyda men tezroq ketib vaqtim tejalsindan ko'ra meni hurmatim zo'rroq bundan. Men birinchi chiqishim kerak degan narsa shunaqa. Buni olib kelgan odam buni navbatini so'raydi, buni olib kelgan bunikini so'raydi. Mana shunaqa joyda talashib, endi qadrdon bo'lib yurgan do'stlar shunaqa joyda bilinib qoladi. Lekin san'atkorlar ichida do'stlarim ko'p, Xudoga shukr. Endi shu birga hamkorlik qilib ishlaydigan ko'p do'stlarim. Abdurashid Yo'ldoshev yaqin do'stim, Do'ron Ahmedov bilan kursdosh ham bo'lganmiz, o'rtog'im, Umid Shahovovlar. Ko'p do'stlarim ko'p san'at sohasida. Xursandmiz. Mana shu do'stlik abadiy bo'lsin deb niyat qilamiz. Kam-kam kutib tursin. Qolgani bilan urushamiz bir ro'da. Menimcha o'sha bir ro'da urushib kamayib ketgan mana. Yo'q, menda unaqa bo'lmagan. Menda endi unaqa taniqli bo'lib ham ja pikka chiqmaganman-ku, lekin ko'p pand yegan joylarim shunaqa bir rollarga borgan paytda oldin tanilgunimcha taniqli kimdir bo'lsa o'sha odamga beriladi, bu yoqda qolib ketaverasiz. O'sha narsa yomon bezdiradi san'atkorni. Endi men keyin bu bastakorlik qilib, ko'p aranjirovka qilib, ko'pchilik bilan tanish bo'lganimdan keyin shu tomonlari yengil bo'lgan. Menga keyin qanaqadir chetga surib qo'yishlar kamaygan ancha. Lekin kim oldin kelsa anaqa degandan ko'ra, masalan shu konsertni yo to'yni chiroyli o'tishi uchun kim mashhur bo'lsa, shu birinchi chiqish kerak degan narsa to'g'ri deb hisoblayman men o'zim. Masalan, kim san'at xalq nima kimni xohlab turibdi, shu chiqish kerak. Masalan, bu ustoz palonchi yibku deb, lekin xalqqa hozir qiziq emasmi? O'tirib tursinlar, bular aytsin degan. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Endi shu tadbir chiroyli o'tishi uchun xalq xohlayotgan odamni birinchi chiqarish to'g'ri deb hisoblayman. Shu fikrga qo'shilamiz va Tutash taqdirlar saundtrekidan tinglasak jonli ijroda.
tutash taqdirlar endi hamma ko'p anaqada opa singillar aytib tutash taqdirlar esidan chiqib ketgan o'ziga. Hamma opa singillar so'raydi rostdan ham. Hayot yo'li murakkab chigal, goho qaltis, gohida ravon. Baxt berilmas hech kimga tugal, taqdir bizni sinaydi haron. Ayro tushar yo'l ham ba'zida, oshkor bo'lar yashirin sirlar. Sevgi nafrat chorrahasida, kesishadi tutash taqdirlar. Esimda ekan qarang. Hazillashgan edingiz. Yo, o'zi hazilkash inson ekansiz juda. so'z bilan ko'p ishlaymiz-ku, she'r bilan ko'p ishlaydigan odamlarda shunaqa bo'lsa kerak. Anchadan beri etilmayotgan qo'shiqlarim to'ylarda qanaqadir falon qo'shiq deb qolsa yetib turib o'zimni esimga kelmaydi-da, so'zlari bor. Endi hozir fonogramma bo'lib ketgan, o'zi aytaveradi-ku, baribir o'shanda hayron bo'lib qolaman, xotiram ketyaptimi yo anaqami. Endi har kuni har xil she'r, har kuni qo'shiq ishlanavergani uchun shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim. O'zimni qo'shiqlarim ham esimdan chiqib qoldi. Bugungi kunda ayni kunlarda nimalar bilan bandsiz? Ayni kunlarda hozir shu xonandalar bilan Ahror Usmonovni yangi qo'shiqlarini tayyorlayapmiz. Yaqin kunlarda chiqib qoladi. Anvar G'aniyevga yangi qo'shiq qilyapmiz. Endi menda ko'p o'sha eski ustoz xonandalarda, endi yoshlar bilan o'g'lim ishlaydi ko'proq. Endi ularning qo'shiqlarini yaxshi ko'p eshitganim uchun, yaxshi his qilganim uchun bo'lsa kerak, ko'p o'sha eski xonandalar men bilan ishlashadi. Eski demaylik, ustoz xonandalar deylik. Ustozlar. Albatta ustozlar borki, bizlar bormiz, shogirdlar bo'ladi albatta va yangi xonandalar, yangi yoshlar o'sib chiqadi. Ular bo'lmasa albatta ularning qo'shiqlarida o'smasak, biz ham endi balki qanaqadir boshqacha yo'nalishlarda kuylab yurgan bo'lardi-da, endi qolganlarni. To'g'ri. Ko'p shunaqa eski san'atkorlarda o'sha hozir ko'pchilik ijod qilmay qo'yishdi. Qanaqadir yo'nalishlar o'zgarib ketgandan bezillabmi bilmayman. Endi meni o'zimda shunaqa bo'ldiki, masalan, kimlardir bunday chiqyapti, jipir qilib, bu mana shunaqa yuraversa kerak, bu deb tursangiz, nomda zvezda bo'ladi. Ertaga xalq deydi. Afzal qochib tur, mana buni eshitamiz. Keyin yana kimdir chiqyapti, mana shunaqa mana shu anaqa sal to'polon to'xtab olsa keyin qilaman degan ijodkorlar ko'payib ketdi. Endi meni o'zim endi aranjirovka studiyada bo'lganim uchun faoliyatimiz davom etyapti, lekin ko'p xonandalar ustoz Ulug'bek Otajonovlar masalan hali qarib qolishgani yo'q, ijod ayni kuchga to'lgan, ijodlari, ovozlari ham hammasi joyida. Ko'p shunaqa xonandalar mana shu to'polon o'tib olsin, keyin butun ijodlarni davom ettiramiz degan maqsadda shunaqa deb o'ylayman. Chetda kutib turishib, ana boygi bozor egallab bo'ldi-da hamma yo'ni. Endi Xudodan so'raymiz shu yana asl san'at, endi xalq uning uchun xalq farqiga borib, yo mana bunaqa qo'shiq aytdi, bizga ma'noli qo'shiq kerak. Ko'proq kitob o'qib, o'sha saviya oshib, anaqa bo'lgandan keyin menimcha yana o'z-o'ziga qaytadi deb o'ylayman. Qo'shiqlarni zalvorlik o'zimizni yaxshi qo'shiqlar. Oxirgi payt o'zi shu ommalashayotgan qo'shiqlar, hit darajasiga chiqayotgan qo'shiqlar xuddi anaqaga o'xshaydi. Ko'k Jiguliga o'xshaydimi? Yo'q. Chiqadi, portlaydi, keyin sekin asta so'nggi yo'q bo'lib ketgandek bo'ladi. O'sha san'atga bo'lgan ehtiyoj bo'shlig'i bo'lsa, o'sha bo'shliqni to'ldirmayapti baribir ham. Chunki bittasini olasiz, iste'mol qiladi deylik tomoshabin, keyin ikkinchisiga o'zi tayyor uni qabul qilib olishga. Tezlashib ketdi-da. Anaqa hozir masalan o'sha oldingi o'sha kuni ham aytdim, qo'shiq tayyorlashda shoir bilan ishlangan o'tirib, anaqa endi uni qiynalsin demayapman. O'shuna qo'shiq tayyorlash, shunaqa uzoq qanaqadir jarayonlar bo'lgani uchun qo'shiq ham endi shuncha ish qilyapman deb ma'nosiga qaralgan. Hozir aytib turibmiz, sun'iy intellektda tap etib chiqarib oladi. Qo'shiq o'sha oson bo'lib ketgani uchun qo'shiqlar ham ko'p chiqyapti. Endi ichida ma'nolisi bir 100 tadan 2 ta 3 ta chiqib qolsa, boygini ichida qolib ketyapti-da, u ham bunaqa aralashib o'tib ketyapti. Va tomoshabin ham ko'p qo'shiq hammasini eshitishga vaqti yo'q. Masalan, Ko'k Jiguli bo'lsa, mana hit bo'ldi, zo'r bo'ldi, prosmot dunyo bo'yicha zo'r bo'ldi deydi. Ketidan yana Ko'k Jiguliga o'xshagan milliontasi chiqadi-da. U chetga chiqarib yuborishiga hozirgi kunda juda ham anaqa ko'p-da, imkoniyatlar ko'p.
xonandalarda o'sha yangilik yaratayotgan. Shuning uchun kinolar ko'rmay vayn ko'rishyapti. Hozir yengil narsalar shunaqa bo'lib ketdi. Shuning uchun deb o'ylayman, shu qo'shiqlar ana iste'molchilar ham doz ana qilib mag'zini chaqib o'tirgandan ko'ra mana buni ana qilay deb tez o'tkazib tashlash oson bo'ladi. Tishlab otib yuboraman deydi, oxirigacha ishlayapti. Hazil bilan yoritish yaxshi, ba'zi bir og'riqli narsalarni. Siz juda adabiy gapirar ekansiz. Yaxshi. Yo'qotmanglar, yaxshi gapirar ekansiz. Yomon demoqchimisiz hozir? Yo, siz ani samimiyroq adabiy gapirgan saringiz siz bilan suhbat qilayotgan odam anaqa maskaga kirib oladi-da. Ha, juda ham to'g'ri. Mana hozir takomillashib kelayotgan bola degan. O'zbek tilimizni asrab qolishimiz kerak-ku. Yo'q, yaxshi, adabiy yaxshi. Biz plyus bilan tarafdor turibmiz hozir. Yo'q, har kimning o'ziga xos o'rni bor. Albatta, endi davlat kanallarida albatta baribir juda ham erkinlik bo'lmaydi, adabiy gapirgan yaxshi. Juda rasmiy emas demoqchiman, rasmiy. Anaqa ham bo'g'ib qo'yadi-da, anaqa ochilolmay qoladi. To'g'ri aytasiz. O'zi mana shu kuy bastalayotgan paytingizda deylik, ijodkorlarga o'zingizni ichingizdan kelganini ulashasizmi yoki ularni eshitib tinglab, to'liq ular aytganini chiqarib berasizmi? Endi ijod qilayotganda aynan qaysidir xonandaga bo'lsa, men u xonandani repertuarini eshitib ko'raman oldin. Repertuar nimalar bor sizda va nimalar kerak? Qanaqa qo'shiq kerak? O'sha aynan men bu yo'nalishda qo'shig'ingiz yo'q ekan, shu yo'nalishda qilaylik deb o'zlariga taklif bildiraman. Endi xohlayman o'sha har bitta qilingan qo'shig'im havoda qolib, u sandiqda qolib ketishini xohlamayman-da. O'sha xonanda foydalansa yoki uni qilib kelayotgan ashulalarning ichida bir yonib turadigan yaxshi chiroyli narsa bo'lsa, menga ham anaqada. Keyingi safar shu xonanda yana birga ishlab ana qilib murojaat unga ham effekt bo'ladi, yaxshi demoqchi. Eslatib o'tamiz, ko'rayotganingiz Salom Toshkent dasturi jonli tarzda o'tmoqda va bizda qiziqarli suhbat, qo'shiqlar, eng muhimi bizdan uzoqlashmasdan bizni tomosha qilsangiz bo'ladi. Aynan mana shu Opa-singillar filmini, serialini miriqib tomosha qilganmiz. Bizni bolalik paytimiz, serial ko'rib hayotni qiziqib o'rganadigan davrlarimizga to'g'ri kelgan va xuddi biz singari tengdoshlarimiz shekilli hozir bir savol yozib yuborganlar va iltimos ham qilganlar. Assalomu alaykum, Afzalbek Husanov qo'shiqlari juda ham ma'noli, ijodlariga omad tilaymiz. Iltimos, kelmadilar, qo'shig'ini aytib bersalar. Muxlisingiz Ulug'bek Piskentdan deb yozib yuboribdilar. Kelmadilar qo'shig'i O'tkir Xidirov she'rlari bilan aytilgan shu paytda. Aynan Musaxon Nurmatov, Alloh rahmat qilsin, Ozod aka bilan o'sha birinchi ijodlar qilishib, Musaxon akamga havas qilib o'sha paytda shunaqa berilib ketganmizki, nima qo'shiq aytsam, to'ylarim borini aytsam ham to'ylar muborak qilib Musaxon akamga o'xshab aytishga harakat qilardik-da. Ya'ni Musaxon akam ovozlari o'shanga Musaxon akamga kasal bo'lgan paytimizda qilingan qo'shiq bu. Kelmadilar qo'shig'i. Ulug'bek siz uchun maxsus. Nozli yorim holimizni bilmadilar. Hol so'ray deb bir ko'rinish qilmadilar. Sog'indilar, tush ko'rdilar biz oshiqmiz. Ammo hayo sababindan kelmadilar. Ammo hayo sababindan kelmadilar. degan qo'shiq. Orasida qizni she'rlari Iroda Ahmedova she'r o'qigandi. O'shalarni o'qiganingizda davom etib ketaverardik. Ana. O'lganimda Ulug'bek buni so'rashlarini tayyorlanib olgan bo'lardim. Bu she'r bilan yana ham ta'sirli chiqqandi. O'sha poytaxt radiosida ishlardi o'qiz. Kechqurunli shunaqa har xil she'rlar, sevgi haqida she'rlar anaqalar o'qiydigan qiz edi. O'sha bitta qo'shig'i mana shunaqa qilaylik orasiga deb anaqa qilganmiz. Hop deb yurgan Irodada keyin o'sha payt ularning to'ylari bo'lganmi, nimadir bo'lib topa olmay qolganmiz. Keyin tayyor anaqadan o'sha radioni arxividan she'rlarni olganman. Qo'rg'onda ovozi o'z muzikasiz olib turib, shu kelmadilar orasiga joylashtirib chiqqanmiz, chiroyli chiqqan.
chiroyli chiqadi haqiqatan ham. Qandaydir ikkita janr uyg'unlashadimi? Bugun ham ba'zi bir ijodkorlarning ijodlarida kuzatyapmiz. Mana shunday 4 qatorda she'r, 4 qatorda ashula. Unikilarga ashulani ma'nosiga aynan meniki kelmadilar bo'lsa, unda bir kelib ketgan. Yulduzlardan sog'inchim bisyor deb boshlangan. Bir-biriga aytilgandek go'yoki, ha? Unaqa desa ham bo'ladi yoki o'zlari kelmagan. Yo'q, u keyin eshitib anaqiga, mendan bir og'zam so'ramay qo'yib yuborishdilar degan. Qo'shiq nomi bilan-ku kelmadingiz degan kelmadilar. Klipda ham shunaqa bo'lgan. Keyin klipini olgan paytimizda anaqa oramizda sevgi nimadir bo'lmaydi, xo'jayinizga ayting. Siz xuddiki shunaqa o'ylangan, endi radioda, efirda, mikrofonda she'r aytib o'tiribsiz. Boshqa yoqda bitta qiz kimdir radioni eshitib siqilyapti. U yoqda trek ketaveradi, shunaqa qilib olamiz deydigan. Bo'ldi, xo'p deganlar. Hayotiy bo'lgan ekan. Keyin ertaga syomka degan kuni uzr yo'q dedilar. Ruxsat bermadilar, qizg'andilar degan keyin mayli deganmiz. Qiziqarli voqea. Albatta. Chaqaloqlar nomli albomingiz ham bor, to'g'rimi? Yoki bu faqat taronami? Chaqaloqlar endi qo'shiq qilingan, endi albom bo'lishi ham mumkin. Albom endi o'sha payt kaseta nimalardir chiqarilgan. Chaqaloqlar qo'shig'im bor edi, ha. Mana shu bunga nima turtki bo'lgan? Yuqorida qayd etdingiz, ZAKS xonasidagi o'sha bir jarayon. Bu butun albom uchun ilhom bo'lganmi yoki yana bir boshqa sabab? Yo'q, o'sha chaqaloqlar boya aytdim-ku, chaqaloqlar qo'shig'imga klip qilingan va o'sha paytda Toshkent kanalida tabriklaymiz, qutlaymiz degan ko'rsatuv bo'lardi. Siz u payt esingizda bormi yo'q? U payt beshikda bo'lganmisiz? Tabriklaymiz, qutlaymizda o'sha aynan bolalarni anaqalariga yoki qanaqadir ota-onalar haqidagi qo'shiqlar qo'yilardi. O'sha aynan chaqaloqlar tug'ilsin qo'shig'i rosa ketardi. Har kuni kunora ketardi. Tabriklaymiz, qutlaymiz ko'rsatuvini o'shanga qiziqib ko'rib o'tirardik. Anaqa qo'shig'im chiqadi deb o'sha orqali ommalashganda va o'sha paytda keyin anaqa chiqarilganda, qo'shiqlarni chiqarilganda o'sha qo'shiq hammasidan mashhurroq bo'lgani uchun o'sha paytdagi shuning uchun chaqaloqlar deb nomlanib chiqarilgan menimcha albom. Keyingilari bu ishq sharobi, qo'lda bir qadah sharob. Undan keyingisi shu bo'lgan, ommalashgani. Keyingisi menimcha opa-singillar bo'lsa kerak. Endi juda reklama qilib ana qilmaganman ko'pda, kliplar olingan, o'zim qiziqishga-ku, lekin aynan katta mablag' tashab sarflab ommalashtirishga urinmagansiz. Shunaqa qilmaganman, nimagadir, balki qilish kerakdir. Men bu yoqda studiyada o'zimni keyinchalik yana aranjirovka ishlari boshlanib ketgani uchun ham u yoqqa kuch bermaganman. Agar bu ishni qilmaganimda faqat xonandalik bo'lganda, balkim hech afsuslanmagansiz qilmaganingizga. O'sha paytlarda bo'lgan. Shu paytlarda bo'lgan. Qanaqa bo'ladiki, mana hozir kanallar ko'payib ketdi. Qanaqadir qo'shig'i bitta kanaldan rosa bossangiz ham foydasi yo'q. Hamma kanalga berish kerak. Nimadir odamlar yoki internet tarmoqlari bo'lib ketdi-ku. U paytda 4 ta kanal bo'lardi. Ko'p emas edi. O'sha paytda masalan qanaqadir mana bu kanal qimmatroq, bu kanal arzonroq bo'lsa, arzonroq kanalga berib yoki qanaqadir shuni mashina olmaydi, mana buni klip qilib mana bu kanalga beray deganimda, agar shu payt qilganimda anaqa boshqacharoq bo'lardi endi, mashhurlik yoki nimadirda. O'sha paytlarda bo'lgan afsus qanaqadir. Keyin kanallar ko'paygandan keyin boy kanalga bersangiz ham foydasi bo'lmay, mana shunaqaroq bo'lganda. Lekin afsuslanish yo'q, endi baribir ijoddamiz, hali ham aynan o'zimni ijodimni taniydiganlar, o'zimni muxlislarim taniydi. Albatta. Eng muhimi, hali hamon sizni tinglab kelamiz, hali hamon sizga qiziqamiz, ijodingizni xabar olamiz, boramiz, tomoshabinlarimiz ham so'raydi va siz bizga har safar yo'q demasdan kutib olishingizga va tashrif buyurishingizga biz alohida butun jamoamiz nomidan rahmat deymiz. Rahmat. Toshkent kanali men uchun qadrdon kanal. Toshkent kanali shu yoshligimizdan aytdim-ku, tabriklaymiz, qutlaymiz. O'sha paytlardan qadrdon bo'lib kelishgan. Bu kanalda nima bo'lsa har doim
musiqiy yordam kerak bo'ladimi yoki studiyamiz tomonidan hammasiga tayyorman. Rahmat kattakon. Bugungi suhbat uchun ham alohida rahmat. O'ylaymanki, Rahmat. juda qiziqarli suhbat bo'ldi. Tomoshabinlarimizga ham yoqdi. Juda ko'p mavzularni ochdik. Ochilmaganlari ham juda ko'p. Ularni albatta keyingi dasturlarimizga biz olib qo'yamiz. Yana ko'rishamiz. Yana bir bor xush kelibsiz deymiz. Biz Rahmat. sizga muxlismiz. Keyin bo'ling, ham rahmat. taronalaringizni kutamiz. Ijod qilishdan hech qachon charchamang. Rahmat, sog' bo'linglar. Xayrlashib Muxlislar bundan ham ko'paysin. Har doim shunaqa tinchlikda, yaxshi kayfiyatda ko'rish nasib qilsin. Qo'pol hazillar qilib yuborgan bo'lsam, uzr so'rayman. Yo'q, hammasi samimiy Eng chiroyli. muhimi kayfiyatimiz ko'tarildi. Qadrdonlarimiz keyingi dasturlarda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha deb qolamiz.